Bugun sizlar bilan qanday qilib qorin sohasidagi yog'larni bartaraf qilishni ko'rib chiqamiz. Men ismim Rayona, 6 yillik tajribaga ega nutritsiologman. Kelib ko'rib chiqamiz, qanaqa yog'lar mavjud. Qorin sohamizda ikki xil yog'ga bo'linadi, ya'ni vitselar yog'lar hamda teri osti yog'lari. Vitselar yog'larimiz bu organizmimizda joylashgan yog'lar, ya'ni oshqozon ostida, yurak qon tomirlari ostida, jigar ostida yog' yig'ilishidan kelib chiqadi. Teri osti yog'imiz bo'lsa, bu tashqi tuzilishimizdan kelib chiqiladi. Ayol kishi bilan erkak kishining teksturasi boshqa bo'ladi. Erkak kishilar основной yog' yiqqanda yog' qatlami bo'yin qismiga hamda qorin sohasiga yig'ishadi. Ayollarimiz esa tanamizni butun qismiga yig'ishni boshlaydi. Endi buni основной kelib chiqish sabablari birinchi o'rinda noto'g'ri ovqatlanish, jismoniy faolligi kamligidan, alkogol ko'p iste'mol qilingandan, noto'g'ri uyqudan, stress holatidan, ya'ni kortizol gormoni oshib ketganidan bo'ladi va qolaversa genetik, ya'ni irsiyat o'zbek tilida aytganda. Yana shunaqa omillar bor, ayollarimizda ham, erkaklarimizda ham kuzatiladi. Juda ham o'zi ko'rinishi ozg'in, tanasida hech qatida yog'i yo'q, lekin imенно qorin sohasida yog' qatlami juda ham yuqori. Buni birinchi sababi ko'proq stressdan bo'ladi. Stress sababli kortizol gormoni oshib ketgani hisobiga insonlar qorin sohasiga yog' yig'ishni boshlaydi. Bel qismiga, bo'ksa qismiga. Erkaklarimizda ham shu omillar keng taralgan, ya'ni tarqalgan. Ular noto'g'ri ovqatlanadi, alkogolni ko'p iste'mol qiladi. Yokida bo'lmasam ozg'in insonlar bo'ladi, kam kilokaloriyali ovqatlar iste'mol qiladi, lekin kechqurun ovqat iste'mol qilishni boshlashadi. 6-7 dan keyin iste'mol qilingan ovqat imенно qorin sohasiga yog' yig'ishni olib keladi. Eng birinchi o'rinda bu tez uglevodlar. Ya'ni muchnoy izde'la deyiladi. Xamirli ovqatlarimiz bizani O'zbekistonimizda juda ham shohona taomlanishiga ko'nikkan. Ya'ni har qadamda bizada restoran, fast foodlar, eng yomon narsalar bular ketchup, mayonezlar, tez tayyor bo'luvchi mahsulotlar, ya'ni polufabrikatlarimiz, roltonlar, dasharaklar, misol tariqasida ichishi mumkin gazli ichimliklar buning ichiga kiradi, shakarlar, yuqori kilokaloriyali ovqatlar, guruch mahsulotlari, oq guruchimiz xuddi shu narsa, kartoshka frilar, umuman kartoshka mahsulotlari, kraxmalga boy bo'lgan mahsulotlar, shular birinchi o'rinda qoringa sohamizga yog' yig'ishga olib keladi. Yo'q, mumkin emas. Har bir narsada faollik bo'lishi kerak. Uy sharoitida ham biza vazn tashlasak bo'ladi, qorin sohamizda yog'lardan bartaraf etsak bo'ladi, faqat to'g'ri ovqatlanish bilan. To'g'ri ovqatlanmasdan nikak. Har bir narsaga alternativ topish kerak. Har bir narsaga. Shirinlikka alternativ bu frukti bo'lishi mumkin. Ya'ni sabzavotlar yoki meva iste'mol qilinishi mumkin. Misol tariqasida juda ham shakarni ko'p iste'mol qiluvchi insonlar bo'lsa, uni asalga zaminiyat qilsa bo'ladi. Ma'lum bir narsasini gajiylarga zaminiyat qilsak bo'ladi, foydali narsalarga. Umumiy mahsulotlarimizni boshqa grubiy pomollarga, ya'ni birinchi, ikkinchi navli un emasda javdar unlariga alishtirsak bo'ladi. Makaronlarimizni ham xuddi shu sharoitda tayyorlasak bo'ladi. Yokida guruch o'rniga alternativ grechka yesak bo'ladi, yokida perlovka, chechevitsa, har bir narsaga alternativ topish kerak. Birinchi o'rinda bu to'g'ri uyqu, sog'lom uyqu. Uyqu rejimi bizani qorin sohamizda yog' yig'ilishiga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Uyqu rejimi to'g'irlash kerak. Uyqu rejimi orqasidan bizada ishlab chiqaruvchi kortizol gormoni yaxshi ishlashni boshlaydi. Ya'ni erta yotib, erta uyg'onganda. Birinchi ta'siri. Ikkinchi ta'siri bu to'g'ri suv iste'mol qilish. Ya'ni ovqatdan keyin va ovqatdan oldingi bo'lgan suvlarimiz. Buni o'zini tartibi bor. Ovqatdan oldin stolimizga o'tirdik, srazu suv qo'yamiz, ichamiz, orqasidan ovqatda уже iste'mol qilsak bo'ladi. Ovqatdan
ovqatdan keyingi suvimiz bu ma'lum bir vaqtdan keyin 40 minut 50 minut o'zingizda to'qlik his qildi o'sha suv ichishni talab qiladi organizm. Har bir insonda individual bo'ladi. O'zini kunlik normasi. Va uchinchisi albatta bu to'g'ri ovqatlanish, boya aytganimdek alternativ topish har bir narsaga, muntazam vaqtida ovqatlanish, jelatinni. И to'rtinchisi обязательно bu fizik mashg'ulotlar. Uchga bo'lib olamiz. Bizaga kerak uglevodlar, bizaga kerak kletchatka, bizaga kerak oqsil. Shu narsani alternativ topamiz. Uglevodlarga nimalar kiradi? Grechkalarimiz, chechevitsamiz, perlovkamiz ma'lum bir qismini zaminat qilib 30%ni uglevodlarga qoldirishimiz kerak. 30%ni esa oqsillarga. Bu bo'lishi mumkin kurinniy krutka, ya'ni parranda go'shti, tuxum oqi, brinza, sir, tvoroglarimiz, yog'siz go'shtlarimiz, baliqlar bo'lishi mumkin va qolgan qismini kletchatkaga, ya'ni salatlarga, yashil o't o'nanlarga. O't olan tegmagan narsalar. Karom bo'lishi mumkin, karomli salatlar bo'lishi mumkin, pomidor bodring bo'lishi mumkin, iceberg salatlari bo'lishi mumkin, yashil ko'katli salatlarimiz bo'lishi mumkin. Самое главное mayonezsiz bo'lgan salatlarimiz. Juda ham qiziqarli savol bo'ldi. Qorin sohadagi yog'imiz hech qachon biz harakat qilganimizda yog'larimiz faqat qornimiz sohasida ketib qolmaydi. Yog' vez tashlayotganimizda butun tanamizdagi yog'lar erisha boshlaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda tez natija kutish kerak emas. Qorin sohadagi yog'imiz shunaqa yomon narsa oxirida ketadi. Shuning uchun bunga muntazamlik, sabr talab qiladi. Eng katta ahamiyat berish kerak bo'lgan narsa bizda ikki xil yog' bo'ladi. Vitselar yog'lari va teri osti yog'larimiz. Shu narsani ajratib olish kerak inson. Vitselar yog'larimiz bu eng xavfli yog'lar hisoblanadi. Ya'ni organizmimizda joylashgan. Oshqozonda, yurak qon tomirlarida, jigarlarda yog' bosgan bo'ladi. Bunda sabr ko'proq ketadi, ya'ni rezultat uzoqroq muddatga, chunki ichki yog'larimiz ham bor. Teri osti yog'imiz esa bu darajada xavfli hisoblanmaydi. Buni trenirovkalar bilan va oqsilli taomlar bilan to'g'rilasa bo'ladi. Shuning uchun men bitta savet bergan bo'lardim. To'g'ri ovqatlanish kerak, to'g'ri uyquni yo'lga qo'yish kerak, suv miqdorini to'g'ri ichish kerak va muntazam sport bilan shug'ullanish kerak.